Salom hammaga. Bugun sizlar bilan Muhammad 2013. Bugun sizlar bilan mana bunaqa o'yinni o'ynaymiz. Men YouTube ko'rganim mana shu o'yinni bitta odam o'ynagandi va boshqa videolarda bundan keyingi videolarda mana bu o'yinni o'ynab ko'ramiz. Hozir esa mana bu o'yinni, mana shu o'yinni o'ynaymiz. Va let's go. Hozir kirgandan kiryapti. Mana bu o'yinga kiryapti. Bu o'yinda internetsiz boshqa ikkita ko'rsatgan o'yinimni ikkalasi ham internetsiz o'yin va bu o'yinlarni ko'rganman va tepadagi yashil narsani bossanglar o'yinga kirib ketadi, lekin men bu o'yinga kirib bo'lganman-da, tagida ko'k narsani chiqsa zonalar chiqib keladi. Keyin chiqib turib chiqasizlar-ku, chiqib mana bundoq qo'rasizlar, mana shunday qo'rasiz sizlar ko'rsa. Mana bundoq qo'rasizlar, keyin kirganinglardan keyin mana yashilni bossanglar o'zingizlar o'ynagan zona chiqib kelmaydi, lekin mana bu yerda turadi. Sizlar o'ynagan zona. Va mana hozir sizlarga o'ynab ko'rsataman. Old levelli. Va shu vaqtgacha like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, shunaqa videolar o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. Va shuncha mehrajim uchun albatta обязательно obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Va o'ynaganman. Hozir sizlarga kilitlarimni qarab olaylik. Ozgincha ovozimni ko'taraman. Kilitlarimga qarab bo'lib, keyin sizlarga ko'rsataman. Va bu o'yin zararli emas. Prosta aql chaqiradi va matematikani biladiganlar o'yna oladi. Yaxshi biladiganlar o'ynay oladi. Va telefon topdan chapdan telefonni bossam narsalar bor. Hamma korzinka bossanglar, ham bitta narsalar bor. Mana bu o'yinchoq, bu sepadigan narsa, bu kartochka, mana bu esa siz sotib olgan yoki sotib olmagan narsa-da. Telefon ichida kilometr ustol ustilar, ustiga bossanglar, ana narsalar chiqib keladi. O'yinimizga mana do'stlar. Va bularga hali menga ancha bor, hali va gap cho'zib o'tirmaylik-da. Videoni boshlagan. Sekingina sodachani qilaylik. Hozir do'konimni tanishtirib o'taman. Kilitlarga qarab olay. Do'stlar. Okey, batan, va mana bu kartani qaranglar. Mana ko'k narsa shuni bosishni oladi. Keyin aylana bor. Aylana bosib qo'ysa bo'ldi. Keyin bitta barmog'i bor. O'shani bosib tursa mana ochiladi. Keyin mana ketdi. Bular ustiga bosasa $1. Menda $185 bor. Yana $1 tushdi. $2. Yaxshi tushmadi. Va mana rekordimni ko'rsataymi? Mana rekordim $100. Wow, tushganda birinchi marta shunaqa $100lik tushdi. Va albatta kartalarni terib qo'ysa bo'ladi, masalan. Shu yoshni qilganinglarda yashinlar solib turadi va mana bitta barmog'i bo'ladi. Shuni qilasizlar, keyin mana bitta o'zi kelgan deb qani. Hozir menda 89 ta bor ekan karta, mana tepada turibdi. Jami 1728 ta karta qo'ysa bo'ladi. Keyin mana bitta qo'yib, keyin mana bitta qaranglar 005 bo'lib turibdi-yu. Biz foydaga kirishimiz kerak. 00 masalan 005 bo'lib turibdi. Menda esa 010 bo'lib turibdi. Mana qo'yib qo'ysam bo'ladi. Hozir yozganish ekan. Biratlar, shu joy qo'yinglar bo'lmaydimi? Mana bitta karta sotib olibdi birat. 5 pullik. 10 so'mlik. 10 so'mlik. Sizlar ikkita karta sotib olibdi. Hali o'sha 100 minglik kartani ham sotishga qo'yamiz. Kartalar qilyapti. Va yana shunaqa video olishimni istasanglar,
mana shu video video emas. Mani kanalim 20 ta obunachim bo'lsa, mana shu videoni ikkinchi qismini chiqaraman. Mana buni qara. 40 ta. Ko'plar. Gaz kerak emas, yerlar. O'z ketishgandan keyin karta, marta u bularni taxlab olaman. Mana. Echki kelib turing opa. Opa kelib turing, kelib turasiz, opa. Mana qo'ygandan keyin narx so'raman. Qo'ygandan keyin narx so'ramayapti. Mana bunaqa qizcha bor. Qizcha-yu, mamati ham bor. Chunki narx qo'yib, mana shu stol ustiga qo'yganimdan keyin ikkinchi marta, uchinchi martalab qo'ysam, narx so'ramaydi. Agar stolda shunaqa karta yo'q bo'lsa, narx so'raydi. Voy, karta tugab qoldi. Endi xuddi shunaqa aniqdagi kartani ochib topsam, keyin qo'yganimdan keyin mana bu stoldagilar tugagandan keyin qo'ysam, narx so'ramaydi. Ketdi. Bam. Ana so'radi. Stol yo'q ekan mana shu. Soqqani bo'lsam soqqay. Stolda bor. Shuncha uni qo'yib qo'ysa bo'ladi do'stlar. Va shu o'yin qiziqarlimi yo'qmi, o'shani ham kommentariyaga yozib qoldiringlar, jigarlar. Chunki obunachilarim ko'payishini so'rayotganim sababi, obunachilar qancha ko'p bo'lsa, videolar ham shuncha ko'p qo'yiladi. Chunki mana bu YouTube mana bunaqa qoida chiqargan. Masalan, 20 ta obunachi bo'lsa, 20 ta yoki 40 ta video qo'ysa bo'ladi. 40 ta yoki 20 tadan oshiq video qo'yib bo'lmaydi degan qonun o'rnatgan. Bitta YouTube kanalim shunaqa bo'lganda, qo'yaverganman, videolarni qo'yaverganman, shu bilan akkauntimga video qo'yila olmay qolgan. Keyin obunachilar podpishka qilib obuna bosgan, shuni video qo'yiladigan bo'lib qolgan. O'shandan beri obunaga qarab keyin video qilaman. Tali turibdi. Jigarilla, ochaymi seni? Ikkita ochaymiz. Da, nima qilamiz? Birinchi ikkita ochamiz. Birinchisi Messi uchun, ikkinchisi Ronaldo uchun. Qani kim yutar ekan? Eng ko'pi necha dollar chiqar ekan? Tagidagi mana karta tagidagi dollarlar. 5 dollar chiqdi. Yo'q, bana shaka. Jami 6 dollar ekan. Barsaniki 6 dollar. Ko'ramiz kim yutar ekan. Shu vaqtda videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, shunaqa videolar o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha yoqib qo'yinglar va shuni kommentariyaga tushib, Barsa yutadimi yoki Realmi, o'shani yozib qoldiringlar. Va Barsaniki 6 dollar bo'ldi, Real 2 dollar tushdi. Yana 2 dollar. 6 dollar necha? Barsa yutdi do'stlar. Barsa yutdi. Realniki 5 dollar, Barsaniki 6 dollar. Oh, yeah, let's go. Endi men ochaman. Ana yo'q qo'ysam, nima ko'p qo'ysam emas. Do'q teribman do'stlar. Joy qolmadi-yu. Mana bironta kerak qoladi. Nima olaychi? Ya, ben shekar. Och bo'lmasa ekanda, kirisa, liyatda kirisa. Magal o ana kunam tutadi. Ogezga. Sirani ochamiz magazinni. Va kanalim 50 ta obunachi bo'lgandan keyin buni jonli efir ham qilaman. Jonli efirimda jonli efir qo'yaman.
$5 sotaydi. $5. Kimlar olar? Mana bu yopiq bo'lib turgan bo'lsa qaranglar. Mana bu do'kon yopiq bo'lib turgan bo'lsa, tashqarida ochiq turadi. Opam budjetga ovoz beringlar. Let's go. Tak. Bitta karta oldi brat. Brat sasib kelyapti, brat. Brat uyingizda yo'l kesiz o'lasizmi, brat? Hey, brat. Hey, sasiq. Bo'lmishmisiz? Zo'r bo'ldingiz. Opa, mana shu ovoring. Opa, mana shu endi. Iloji yo'q-da endi. Opa. Yo, bari shaka 5 ta klient tutdi. 5 ta klient kelib turgan ekan. 27 30 ketdi. Opa, voy ishlatilganini olishmish. Ishlatilganini olgan bo'lsa yaxshi. Brat yana ishlatdilar. Bu degani ishlatilgan ketdi. Yana bitta brat oldi. 14.1 yozsa bo'ldi. Let's go do'stlar. Nima qilamiz endi? Nima qilamiz? Tak. Nima qilamiz adi? Bunda qilamiz bo'ldi. Brat tezroq keling. Siz uchun ataylab sekin kasserlik qilyapman. Brat ishlayapti. Brat nimaga keldingiz? Siz brat ham chiqib ketyapti. Opa ham narsa olmasak. Chunki menga qimmatli qilyapti shekilli. Qimmatli qilyapti. 4000 qilaman. 3000 qilay. 3000 so'm qilay. 2000 bo'lsa ham foyda. U opa kartochkam bittasini olibdi opa. Opa yurayda. Yaxshi, narman. Bu bratam bitta kartochka olibdilar. Yarim bu brat faqat kartochka olibdi brat. Endi menikiday bir kartochkani hech kim topolmaydi. Bir musor kartochka olib qo'yibman-da. Zo'rlarni qo'ymaganman-da, yomon-yomonlarni qo'yib qo'yganman-da. Kartochkalarni qarab turaman. Mana shular qo'yish kerak, mana ular qo'yish kerak. Okey. Bu ana. Olganimizga 2 tane olib 1-2 maslahat qildi. Okey, hozir tushirib qo'yasizlar. Vo, bari shakar. Kartalar yomon ketyapti-da. Kuchukcha qo'yilgan ekan. Ammo yutuga qo'yilgan. Bu ham qo'yilgan. Oha. Bu ham qo'yilgan. Bir tarafdan qo'yilgan bo'lgani yaxshi. Bir tarafda yomon. Yomon taraf yo'qmi? Yaxshi tarafi bor. Menga qarab son qo'yib o'tirmaysiz. Yo'q edi. Al jolly ferdi. Katta miqdorli so'm qo'yib yuboraman jolly ferdi. 90 ta 50 ta obunachi bo'ladi jolly ferdi. $100 qo'yib yuboraman. Hozir menda $400 bor. $400. Jigarello, yaxshimisiz? Bayram davom etadi, jigar. Bayram davom etadi, bayram. O'sha bratda o'rgandim-da. Bayram davom etadi, jigarlar. O'sha brat jolly ferdi. Ko'rganman-da, jolly ferdi. Bu joy tugatib ham ko'raman jolly ferdi.
Çık yo'lda yurdi o'zi. Bayram davom etadi. Bayram davom etadi Meduza biraz. Bayram davom etadi Meduza. Jigarella. Jigarella cappuccino. Aşık. Çok pulmo. Hey bir kişiye var kıyayım. Hey. Nima abi? 2 ming qo'yaman. 2 ming qo'y. Neyse mesela bundan pasaytirmayman jigarlar. Bundan pasaytirmayman. Olsang ol, bundan pasaytirmayman. Neyse foyda bu sanatchi abi. Magazинchilar ham odam. Ya ben şeker. O'zini kimdir oladimi? Yo'q, qayerda ko'rgazmagan bu. Karta qilib ochib olmas ekanda. Karta qilib ochib yana ochib tashardi. Kartalar chip qo'yadi. Qittiq foyda bo'lyapti. Opa, yaxshimisiz? Birat bayram davom etadi. Hali bayram tugamadi. Videoyam tugamadi hali. Yer videoyimni ko'rib like bosyapmi? Opashka. Siz obuna bo'ling kanalga. Yo bana. Yo bana şeker. Opa. Hadi şey. Yo sassiq. Sassiq kelib qopti do'konimizga. Ey sassiq. Valey. Yomon sassiqlar jonga tegdi-da. Sassiq. Bayra sassiq. Ammalar to'raga admin qilaman hozir ketdizroq. Bo'pti birat. Siz amaliyot to'raga admin qiling. Bundan sonra tez kechyapti. 2 ming qilib qo'y. Qo'lim qichidi. Hozir ozgincha qo'yib qo'yadi terib. Chiroyli. Amaliyot to'raga admin qilaman. Kim mashina o'sha oq narsadan olmasa, amaliyot to'raga admin qilaman. Amaliyot to'raga admin qilaman hozir. Yana kuttiringlar. Amaliyot to'raga admin qilaman. Ko'p. Mana shu sas olsun. Hoppa. Okey ekan. Sochi uzunligidan hoppada bo'ladi. Sochga qilib bering. Qamashnaqa kartalarga plyus bor-da, lekin soch oldirishga pul yo'qolib qoladi. Pulni kimdir ko'tarib ketqolaman. O'g'irlar kelib. Ataylab. Ma'ga biroz. Sen sochingni oldirmaysan. Sochingni oldirsa amaliyot o'rayadi mana. Kelayotgandek sochini oldirib yurmaydi-da. Qiz bo'ladi bo'lak mana. Kartalarni tiqilib turdi. Halim ki bitta kartani 5 tadan olishar ekan. Okey, yaxshimiz. İşte böyle yaptım. Böyle tezroq narsani olsangiz oling. Amaliyot to'raga admin ketdi. Bo'ya 2 ming qo'ydim ketyapti-da. Ketmay qoldi. Sizlar kimdir sizlarni amaliyot to'raga admin qilyapti. Bitta ustol olsam aka. Ustol ol 200 mingga. Necha? 200 ming. Katta emas-ku. 200 dollar ekan. 100 ming mi? 300 dollar tutdi. Mana shuni so'mda hisoblaylik. 300 ming so'm pulim bor. Hozir. Oges, evi. Zapan. Voy, ochirib ketdi.
Yeri sekinroq sanaylar. Opalar olyapti shuni. Opa bu nima o'zi? Bu yanadigan narsami? Bilay. Faqat opalar olyapti. O'g'il bola olmayapti. Sollarni. Turishim. Böyle ameliyatları geldiğini düşünüyorum. Hazırlaşıyorum. Zaten ameliyatları geldiğini düşünüyorum. Hiç bilmem gittim inanmı. Oynaş gittim inanmı. Ameliyatları geldiğini. Bir iş mi inanmı? Şimdi mi? Bir yok ben şeker. Bir iş mi inanmı ki? Vay öyle. Nerede? Diğer. Bana aytganimni qilsang, kam bo'lmaysan. Birat, faqat buni qizlar olyapti. Yo, bari shakar, shuncha ham karta olasizmi? Yo, bari shuncha zaj qaytashim kerakmi? Birat, uni pulimni bankrot qilasiz. Pulim bankrot ketadi-yu. Menmas pulim bankrot ketadi. Diğer. Jigarli o'ynab bari shakarni olyapsiz. Bratan. Jiyan. Zo'rmi? Nimadir bosdim. O'ng tarafdagi yashil narsani bosdim. Nima? Yashashim. Amalatoriga admin bo'laman. Bosmadim. Mana bosma amalatoriga admin ketdim. Mana jigar sanchi bosmayman. Amalatoriga admin bo'lmasiga xohladim. Endi kartalarni amalatoriga admin qilib qo'yib chiqaman. Buni odamlar oladi, hojatxonaga kirgizib, amalatoriga admin bo'ladi. Qo'rqasini artadi. Opa kutib o'tirishlar bo'ylar, ey. O'shalar. Arzon, yo bana, arzon narsaga hamma o'ch bo'lar ekan. Opa ketib qolyapti. Amalatoriga adminlar. Joyga tegdi borku. Mashina oynaysan. Tushunlaring? 10 ming so'm oynaysan, 10 ming berasan. Har bitta o'ynaysan. Odamlar kuttirib qo'yapti bular. Qimmat narsani ko'pchilik o'ynamaydi. Opa yaxshimiz, uzr-a. Parasatsiz kliplarimiz bor. Amalatoriga adminlar qachon o'ynab olasizlar, ey? Kim edi bular? Uxlash vaqti bo'ldi, ey. Nima qilyapti bular? O'ynayapti. Chiqib ertaga ketmaysizlarmi? Yuringlar uyimga, cho'chamiz. Amalatoriga admin. Qol. Hali ham kechqurun aka. O'zi magazinim yo'q, bada shakar. Shuncha gazim qani? 4 ta gaz zakaz, 3 ta-ku 4 ta gaz zakaz qilish kerak endi. Gaz qani gaz? Mana turib ketdi bular. 4 ta gaz bo'laman. Bo'ldi, keldi. Srochniy chaqirdim, srochniy keldi. Srochniy qo'yib chiqaman. Sizlar oldi qatordagi bitta joy ana. Oldi qatordagi bitta joy ortib qoldi. Hozir o'shalarni joylashtiraman. Bitta ortib qoladi-ku. Keyin o'shalarni tagiga joylashtirib qo'yaman. Mana ortib qo'ydim. Hammasiga teng-teng qo'yib chiqdim, ko'rdinglar. Amalatoriga admin. Tagiga yetmay qoldi. Stolda o'ylash kerak ekan. Missiya bajarilar. Bitta mashina ketdi. Narsa qo'yib qo'yay. Boyib ketdim o'rta. Bitta juda pulim ko'payib ketgani uchun yana bitta turadigan joy mashina bitta
Podkastning o'zi shunaqadami? Shunaqadami o'zining? Okey. Yo, mana bunaqadan o'zim. Mana shundan bitta 300 ekanda. Qimmat ekanda. Ishlamayana ekanda. Ozgincha pulim yetmayapti. Ertalab qilaymi? Ertalab. Bo'lsa, do'stlar, shu uyjon tugataman-da. Tugatib, keyin o'zim o'ynab bizonani kuchaytiraman-da, do'stlar. Keyin hozir obunachim 20 ta bo'lgandan keyin ikkinchi qismini chiqaraman. Ikkinchi emas, keyingi qismini chiqaraman. Hopmi? 20 ta obunachi bo'laylik, keyingi qismini chiqaraman, do'stlar. Va o'zi hozir keyin o'ynab shu do'konimni chiroyli qilaman. O'zi sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha bye do'stlar. Va kanalga obuna bo'lib, shu videoyim yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, shunaqa qiziqarli videolarni o'tkazib bormasigacha qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar va shu video rekka chiqishi uchun albatta like ham bosib qo'yinglar va kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Va obuna esdan chiqmasin jigarlar. O'zi sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha bye do'stlar.